Hammaga assalomu alaykum. Junaydullo Uz kanalining obunachilari. Mana bugun kun sanasi 23-noyabr 2025-yil. Namangan viloyati Namangan tumani Qorako'l qishlog'idan 4 dona haqiqiy sutga to'ygan, sutdan chiqqan variantlaridan so'raganlarga 4 dona bir joyga xudo xolisa sotamiz. Bir joyga savdosini qilaverasizlar. Yosh oilalari 5 oylik rostmana bo'lgan. Sutdan chiqqaniga 15 kun, 10 kun atrofida bo'lgan buzovchilar. Shu vaqtgacha sigirlarning tagida emi yurgan, hammasi qo'shilgan buzovlar. Toza original buzovchilar. Hammasi bir joyga sotiladi. Bitta ikkita sotilmaydi. Bitta bering, ikkita bering deb telefon qilmay qo'yinglar, befoyda sotilmaydi. Haqiqiy dehqonning o'zining nomerini qo'yamiz. Haligi chiqarib olib o'zimni nomerini qo'yilmaydi. Dehqonni o'zi bilan gaplashaverasizlar. Bitta kelib ustida ko'raverasizlar. Yeb, ich, sog'ligini hammasining garantiyasi bor. Mana. Vaksinalar qilingan, yashur, dermatit olib borib bitkanasiga emlatmasanglar bo'ldi mana bitiga. Hozir issiqda bit tushadi qishda baribir. U yalanib qolibdi bitta ikkitasi. Har bittasini ko'rsatishga e'tibor qilamiz mana. Mana birinchisi mana. Qizillardan. Ikkita qizil, ikkita sariq nova atrof, mana orqa taraflari. O'shim pachka bo'lib ketgan qo'li. Zotga 100 tushadiganlardan. Voy janob. To'ttasi ikkita sigirni yemgan, qisqasi. Bittasi ikkitasi bittadan katta sigirni yemgan. Hali yotib olib videoni olingani yo'q. Bo'ylari taxminan 1.15, mana kattasi 1.15 ha. 1.20 ga qiynaladi-yu, 1.15, 1.10, 1.15 santimetrga olaverasizlar. Mana mashlari 1.15 santimetrdan shu kattasi. Вообще, yetilibdi bular janovarlar. O'ta qora tor, tashqari olib chiqsa iloji yo'q. Sutga to'ygan mana. Oq kalla, Mickey Mouse. Janovar orqa tarafini qarang. To'lgan orqalari. Buni narxi keladigan bo'lsak, bir joyga 32 million so'mdan xayrisi bor ekan. Dehqonni haqiqiy o'zidan, olib sotar emas. Tonna bo'ladigani. Kecha festivalda sotildi. 1 tonna 150 kiloliklari chiqdi. 920 kilo, 850 kilo. Shunaqa tonnali ham qolgan bo'lardi. Fermadan olib kelib qo'shilgan. Bitta qo'shilgan bular mana. Ikkita novat rang, ikkita qizil. Rangi ham toza. Aloqa chiqaverasizlar. Namangan viloyati Namangan tumani Qorako'l qishlog'ida. Tezda bosaveradigan joy tikildi lekin. Bunaqalari vobshim kam. Dehqon o'zini nomerini qo'yamiz, bir joyga sotiladi akalar, lekin bitta ikkita sotilmaydi.